Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa mana yoz mavsumi ko'pchilikni talab qiladigan narsa, ya'ni muzlatgich, xolodilniklar. Mana xudo xolasa men egasini nomerini qo'yamiz. Tursunzoda Regal shahrida, mana bu sement zavodi orqasidagi terminalda ushbu xolodilniklar kelgan. Men hozir shuna 4 ta xolodilnik kelgan. Hozir men ichlarini ko'ramiz. Arzonroq narxda, yarimidan ham arzon desa ham bo'ladi. Mana sostoyanasi ham juda ham ajoyib tarzda kelgan. 2 qavatli, men tagiga morozinkalari, ichidagi narsalari bilan sal yaqinroq kelasiz. Ko'rasizlar desa birodarlar. Mana ikkita mana shu o'rtadagisi 2800 somon. 2800 somonda keyin bulari ham hammasi yaxshi, rabochiy hammasi ishlaydigan. Bularni bunisi bilan u tarafdan bir 3 ta qavatligini 2200 dan deymiz. Egasi nomerini qo'yamiz shu terminalda. Bu 2200, bu 2800, mana bu 2800, mana bu 2200. Yana egasi bilan maslahat qilasa nomerlarini qo'yamiz. Xudo xolasa, balkim birorta oladigan odam uchun hammasini olib qo'ysa, yana bir chiroyli muomala qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.